Keyingi sonimiz 248 ni ko'rib chiqamiz. 248 soni 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi, 31 ga bo'linadi, 62 ga bo'linadi, 124 ga bo'linadi, 248 ga bo'linadi. Mana shu sonlarga mana shu sonlar 248 sonining bo'luvchilari bo'la oladi. Endi tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. 2 ga bo'lsak 124, yana 2 ga bo'lsak 62, 2 ga bo'lsak 31. 31 tub son bo'lgani uchun o'ziga bo'lamiz hamda natija 1. Xo'p, 248 ni bo'luvchilarini yozyapman. 2 ning kubi ko'paytirilgan 31. 31 ni 31 ni birinchi darajasi deb olamiz. Endi bu yerda formulaga solamiz. 2 ni 3 darajasini darajalarga 1 ni qo'shib, 1-1 ga ko'paytirsak, mana 3 ga 1 ni qo'shsak 4, 1 ga 1 ni qo'shsak 2, 4 kara 2 miz 8. Demak, 248 sonning 8 ta bo'luvchisi bor ekan.